Xullas, hammaga salom do'stlar. Bugun biz sizlar bilan qanday qilib qishloq, Ender Dragon va cho'l, ya'ni Misr seedlarini o'rganamiz. Qani, shunday bo'lsa biz boshladik. Har doimgidek birinchi seedga kirib yozamiz. Mimi deb yozsak, qishloq va Ender Dragonning uyi chiqadi. Mana bu seedda kattakon unchalik emas, endi qishloq. Siz bu yerga kelib turib 5 blok narsangiz bor. 4 marmizdan sangiz mana bu yerga tushasiz. Bu yerda esa Ender Dragonning uyi bor. Sizga kattaroq qishloq kerak bo'lsa 455. Marhamat. 455 seedida qishloq ikkita. Ana bitta qishloq 455 u tomonda. Yana bir qishloq kerak bo'lsa yumshoqdan usta qilasiz. Mana bu yerda temirchini uyi ikkita bo'ladi. Katta tayyor uy. Va yana qishloq kerak, yana ikkitalik qishloq kerak bo'lsa 6-7 qilasiz. Va bu seedda mana ko'rib turganingizdek bitta qishloq. Ikkinchi qishloq qaysi tomonda edi? Isla. Mana shu tomondamidi? Ha, mana shu tomonda edi. Mana shu tomonda ham yana bitta qishloq chiqadi. Agar sizga Misrning seedi kerak bo'lsa 1, 2, 3 ta bir qilasiz. Va kirasiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek ikkita bappa bir xil Misr mana. Bappa bir xil hamma tomon. Agar ishonmasangiz ichiga kirib ko'rishim mumkin mana. Ha. Bitta fikr qo'yib. Mana narsalargacha bor. Ikkinchiga chiqamiz. Mana tayyor narsalar ham bor. Mana bu yerda lava ham bor. Bizda bor mana shu seedlar.